Assalamu alaykum hörmətli televizor görgüçülər. Görüb atqanlar Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının Abdullah xəbərlər proqramısı. Məzkur proqramımızda məşi bir həftə jarayonida Uyğurlarga dair anlatılgan bir qism mühim xəbərlərimizni əsiltib ötdümiz. Mən Erkin. Mən Gülçehra. Ma'lum bo'lishicha, yaqinda Xitoy doiralarining qaytib kelish haqidagi buyrug'iga bo'ysunmasdan chet eldagi shaxsiy faoliyatini davom qildirayotgan Uyg'urlarning vatandagi urug' tuqqanlari tarbiyalash markazlariga ilib ketilgan. Ba'zilarning tuqqanlarini Xitoy doiralari majburiy go'raga tutib olgan. Shuning bilan birga chet elda turayotgan Uyg'urlarning vaqti to'shib qolgan Xitoy pasportini yangilash iltimoslari chet ellardagi Xitoy elchixonalari tomonidan rad qilingan. Uyghur diyardagi vaziyatni yaqindan kuzatib kelayotgan mutaxassislar bu vaqtda fikr bayon qilib, bu Xitoy hukumatining chet elda Uyg'ur jamoatining kuchayishidan andisha qilayotganligining natijasi deb ko'rsatdi. Shundaq, chet eldagi Uyg'ur jamoatining bir qismi o'zlarining bexatarligi uchun Xitoy doiralarining nazirdagi siyosiy faoliyatlarga aralashmaslik yo'lini tanlab olganligi ma'lum. Fransiyadagi Uyg'ur zargar Jur'at 20 yildan buyon Fransiyada o'zining savdosini qilib, Uyg'urlarning hech qanday faoliyatlarga aralashmagan. Ammo 2016-yili Fransiya pasporti bilan yurtiga sayohatga borganda Xitoy soqchilarining savol so'roqlariga va tahdidlariga duch kelgan ekan. U bu vaqtdagi kashmishlar haqida so'z qilib, Uyg'urlarning siyosiy faoliyatlarga yaqin bo'lmasligining Xitoy hukumatini xotirjam qilmaydiganligini, Uyg'urlarning bu jihatda Xitoy hukumatidan hech qanday umid kutmasligi lozimligini eskartdi. Ma'lum bo'lishicha, Yangi Sarnayisida buningdan 13 yil burun o'g'lini aroq ichganlik bilan ayblagan 67 yoshli bo'vay Tursunmamat navbatdagi asabiylikni tugatish shamolida 13 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Muxbirimizning bu vaqtdagi ahvol egallashi jarayonida aloqador soqchilar bilan hukumat tarmoqlari bu voqeaning rostligini inkor qilmadi. Tursunmamatning oila tavobatlari bo'lsa bu haqda tafsiliy ma'lumot berdi. Ma'lum bo'lishicha, Tursunmamatni soqchilar doktorxonada davolanayotgan yeridan olib ketgan. Muxbirimizning bu vaqtdagi ahvol egallashi jarayonida uning oilasidan jami 4 kishining siyosiy sababdan qamoq jazosiga hukm qilinganligi ma'lum bo'ldi. Xitoy hukumatining bir balvoq bir yo'l qurilishini zo'r kuch bilan ijro qilishiga ergishib, Turkiya Cumhuriyetining Xitoy hukumati bilan tez suratda yaqinlashishi har soha kishilarining diqqatini qo'zg'amoqda. Turkiyaning Xitoy hukumati bilan bu darajada yaqinlashishi 8-oyda ma'lum bo'lgan edi. Shu vaqtda Turkiya Tashqi ishlar ministri Mavlut Çavuşoğlu Xitoy tarafga o'zlarining Xitoyning manfaatini qat'iy qo'g'daydiganligini bildirgan edi. Mutaxassislar bu vaqtda to'xtalib, Turkiyaning Yevropa ittifoqi bilan bo'lgan munosabatining yiriklashishi sababli ular diqqatini yangi manfaat sheriki bo'lgan Xitoyga qaratmoqda ekan. Növbəti 220-çilik bilan ayıplanayotgan Uyg'urlarning ko'pligidan hamma kishini vahimaga selayotgan bir ahvolda ba'zi joylar o'z tavalligidagi aholilarni o'zlari bayqagan 220-chilikka yotadigan ahvollarni hukumat organlariga pash qilishga rag'batlantirmoqda ekan. Bo'rtala shahridagi aloqador doiralar bu haqda maxsus uqtirish chiqargan bo'lib, uningda bu xil pash qilish harakatlariga mukofot berilmaydiganligi oshkorlandi. Vaziyat analizchilari bu haqda fikr bayon qilib, Xitoy hukumati hozir Uyg'urlarni qo'rqitish orqali ularni bir-birini setishga majburlamoqda dedi. Uyg'urlarning chet ellarga ko'chman bo'lib chiqishiga ergishib, yangidan hosil bo'lgan Uyg'ur jamoatining Uyg'urcha kitoblarga bo'lgan ehtiyojimi borgan-sari eshib berayotganligi ma'lum. Bo'libmi, chet ellardagi 2 va 3-avlod Uyg'ur bo'g'inlarining ona til krizisi bu masalaning to'limi jiddiyligini ko'rsatmoqda. Turkiyadagi Uyg'ur ziyoli Abdujalil Turan apandi chet ellardagi Uyg'urlarning bu jihatdagi ehtiyojini qamdash uchun Istanbuldagi Aysa Yusuf Olibdikin ko'chasida Taklimakan Uyg'ur kitobxonasini ochdi. Uyg'ur ziyolilar bu haqda fikr qilib, Uyg'ur diyorida Uyg'urlarning fikr erkinligi mavjud bo'lmagan ahvolda mushkildagi kitobxonalarning ochilishi bu jihatdagi bo'shliqni to'ldirishda zo'r ahamiyatga ega ekanligini bildirdi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya Radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.